29. pare. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 67. sure Mulk. Mekke'de nazil bo'lgan 30 oyat. Nihayet şefqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bütün osmon zaminning podshohligi ilkida bo'lgan Allohning barkati buyukdir. Allah har narsaga qodirdir. Sizlardan qaysinglarning amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun Allah ölümni ve tiriklikni yaratdi. Allah g'olibdir, tavba qiluvchini nihoyat mag'firat qiluvchidir. Allah 7 osmonni birining ustiga qilib yaratdi. Mehribon Allohning yaratishida hech nuqsonni ko'rmaysan. Sen osmonlarga takror qarab boqqinki, biror yo'chiqni ko'ramsan, ondan sen yana 2 qitim qarag'in. Ko'zing osmonlarda biror nuqsonni tepishdan umid uzgan va talg'an holda qaytadi. Biz barliq osmonlardan eng yaqin osmonni chiroqlar, ya'ni yo'riq yulduzlar bilan bezidik va ularni farishtalarning so'zlarini o'g'irliqcha tinglashga uringan shaytonlarni otadigan narsa qildik. Ya'ni shaytonlar yulduzlardan chiqqan nur bilan etiladi. Shaytonlarga oxiratda do'zax azobini tayyorladik. Parvardigorni inkor qilganlarmi do'zax azobiga duchor bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy. Ular do'zaxga tashlangan chaqda qaynab turgan do'zaxning eshak ağrıgandek set ovozini anglaydi. Do'zax g'azabdan parchalanib ketishga tos qoladi. Do'zaxga har qachon bir to'p odam tashlangan chaqda do'zaxga muvakkal farishtalar ulardan sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelmaganmidi deb so'raydi. Ular undaq emas. Bizga haqiqatan ogohlantiruvchi kelgan, biz uni inkor qildik hamda biz Allohga hech odamga vahiydan bir narsa nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat cho'nqur azg'unlikda dedik deydi. Ular agar biz payg'ambarlarning so'zlarini anglagan yoki tushungan bo'lsak, ahli do'zax qatorida bo'lmas edik deydi. Ular gunohini tonaydi. Ahli do'zax Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Parvardigordan ko'may turib qo'rqqanlar mag'firatga va katta savobga erishadi. Sizlar so'zinglarni maxfiy qilinglar yoki oshkor qilinglar, Alloh hamon uni bilib turadi. Alloh haqiqatan dillardagi sirlarni bilguvchidir. Mahluqatni yaratgan zot bilmamdi, o shaylarning nozik taraflarini bilguvchidir, hammadan to'liq xabardordir. Allah sizlarga zaminni mengishga oson qildi. Zaminning atrofida menginglar, Allohning bergan rizqidan yanglar, sizlar tirilgandan keyin Allohning dargohiga qaytirilsizlar. Osmondagi zotning yer tavirgan chaqda sizlarni yerga yutqizib etishidan qo'rqmamsizlar yoki osmondagi zotning sizlarga tosh yog'dirishidan qo'rqmamsizlar? Sizlar azobni ko'rgan chaqda mening ogohlantirishimning qanday ekanligini, ya'ni haq ekanligini bilasizlar. Ulardan ilgari o'tganlar payg'ambarlarni yolg'onga chiqardi. Ularni azob tushirish bilan ayblaganligim qanday ekan? Ular qanotlarini kergan va yiqqan holda ustlarida uchayotgan qushlarni, qanotlarini ochgan va yiqqan chaqda yerga tushib ketishdan faqat Alloh qudrati bilan tutib turadi. Alloh haqiqatan har narsani ko'rib turuvchidir. Sizlarga Alloh yordam bergandan tashqari ya'ni kim sizlarga yordamchi qo'shin bo'la oladi? Kofirlar faqat aldinish ichidadir. Ya'ni shayton ularni azob nozil bo'lmaydi deb aldaydi. Agar Alloh rizqini tutib qolsa, sizlarga kim rizq beradi? Ular takabburlikda, haqdan yiroqlashishda azvaylab ketgandir. Zodi qaysi odam yo'l topa oladi? Beshini sangiltib mangan odammi yoki qaddini rus tutib tuz yo'lda mangan odammi? Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh sizlarni yaratdi. Sizlar uchun quloqni, ko'zlarni, dillarni yaratdi. Sizlar oz shukr qilasizlar. Aytqinki, Alloh sizlarni yer yuzida yaratib ko'paytdi. Hisob berish uchun Allohning dargohiga to'plansizlar. Ular agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshiriladi deydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, bu haqdagi ilm, ya'ni qiyomatning qachon bo'lishi Allohning dargohidadir. Men faqat ochiq ogohlantiruvchiman. Ular azobning o'zlariga yaqinligini ko'rgan chaqda yuzlari qardab ketadi. Ularga mana bu sizlar dunyodagi cheg'onlarda talab qilgan narsadir deyiladi. Ey Muhammad, sening o'limingni orzu qiladigan mushriklarga aytqinki, aytib beqinglarchi, agar Alloh sizlar orzu qilgandek meni va men bilan birga bo'lgan mu'minlarni halok qiladigan bo'lsa, yoki bizning ajalimizni kechiktirib bizga rahim qiladigan bo'lsa, kofirlarni qattiq azobdan kim qutuldirdi? Aytqinki, o nihoyat mehribon Allohdir. Onunga iymon etdik va onunga tavakkul qildik. Sizlar kimning ro'shan gumrohlikda ekanligini kelgusida bilasizlar.
Ularga aytib beqinglarchi, suyinglar yer ostiga singib ketsa, sizlarga kim iqin suv keltirib beradi degan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 68. sura Qalam. Mekkede nazil bo'lgan 52 oyat. Nahayt shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Nun, qalam bilan va ular yozgan narsalar bilan qasamki, ey Muhammad, sen Parvardigoringning ne'mati bilan mushriklar aytgandek majnun emassan. Muqarrarki, sen albatta o'ksimas savobga erishsan. Ey Muhammad, sen haqiqatan buyuk axloqqa egisan. Kelgusida qaysinglarning majnun ekanligini sen ko'rsan. Ularni ko'rdi. Shubhisizki, sening Parvardigoring o'zining yo'lidan ozganlarni obdan biladi. Hidoyat topquvchilarni obdan biladi. İnkar qiluvchilarga itoat qilmag'in. Ular sening o'zlari bilan madara qilishingni, shuning bilan o'zlarining sen bilan madara qilishini orzu qiladi. Qasamxo'r, pas, g'ayvatxo'r, suxanchi, bexil, haddidan oshquchi, gunohkor, qo'pol, uning ustiga haromdan bo'lgan odam, ya'ni Valid ibn Mughiraga itoat qilmag'in. Bizning oyatlarimiz uningga o'qib berilsa, uning mol-mulki va o'g'illari bo'lganligi uchun bu burunqilarning hikoyalaridir deydi. Uning burnini dog'lab belgi solamiz. Shubhisizki, biz ularni ya'ni Makka mushriklariga o'xshash vahiyni inkor qilganlarni, ma'lum bog'ning egillarini sinagandek, qahatchilik, ocharchilikqa duchor qilish bilan sinadik. Ular yana bog'ning egillari uning mevalarini kambag'allar o'qimasin, ularga hech narsa bermayli deyishib, sahardil uzib olishga qasam ichishgan edi. Ular Alloh xolisa demagan edi. Ular uxlayotganda boq Parvardigoring tarafidan azob, ya'ni yong'in nozil bo'lib, bog' kuyib qop-qora kuldek bo'lib qoldi. Ular agar mevalarini uzmoqchi bo'lsanglar, boqqa beringlar deb aytganda bir-birini to'lashdi. Ular mangdi, yo'lda ketib o'tib, bugun boqqa hargiz bir miskinmi kirmasin deyish pichirlashdi. Ular miskinlarni boqqa kirishdan to'siy olaymiz degan o'y bilan aytganda turishdi. Ular bog'ning kuyib qop-qora kul bo'lib ketganligini ko'rib, biz haqiqatan ezib qilibdik. Yo'q, biz bog'ning mevasidan qurib qopdik dedi. Ularning yaxshisi, ya'ni eng aqllisi, sizlar nimishqa Allohga tavba qilib, tasbih etmaysizlar demaganmidim dedi. Ular Parvardigorimiz, seni pok deb e'tiqod qilamizki, biz miskinlarning haqqini ma'ni qilish bilan haqiqatan zulm qiluvchilardan bo'ldik dedi. Shuning bilan ular bir-biriga qarashib, o'zaro malomat qilishdi. Ular deyishdi: "Voy holimizga, biz haqiqatan haddimizdan eshibdik. Ummidki, Parvardigorimiz bizga buningdan yaxshiroq bog'ni bergay. Biz albatta Parvardigorimizdan umid qiluvchilarmiz. Azob mana mushundaqdir. Ya'ni Qurayshkimi bog' egilariga tushgan azob tushudi. Agar ular bilsa, oxiratning azobi teqimi qattiqdir. Taqvodorlar Parvardigorining dargohida haqiqatan noz-ne'matli jannatlardan bahramon bo'ladi. Biz musulmonlarni kofirlar bilan barobar qilamdik. Sizlarga nim bo'ldi? Qandoqsiga mundaq hukm chiqarsizlar? Yoki sizlarda osmondan nozil bo'lgan bir kitob bo'lib, uningdan sizlarga qiyomat kuni xoliqinglar bor deganni o'qidinglarmi? Yoki sizlarning hukm qilgan narsanglarning bo'lishi uchun biz sizlar bilan qiyomat kuni ondan vaqt to'shadigan mahkam bir aqd tuzishganmi? Ulardan so'rab boqqanki, ularning orasida qaysisi yuqorqi ishlarga kepillik qila oladi? Yoki ularning yuqorqi ishlarga kepillik qiladigan sheriklari bormi? Agar ular da'vosida rostchil bo'lsa, sheriklarini keltirib boqsin. U kunda, ya'ni qiyomat kunida ish qiyinlashadi. Ular iymonini sinash uchun sajda qilishga chaqiriladi. Ular sajda qila olmaydi. Ular qo'rqinchdan tikilib qaramaydi. Ularga xorliq yuzlanadi. Ular dunyoda sog'lom chog'larda sajdaga da'vat qilingan edi. Ular sajdadan bosh tortadi. Bu Qur'onni inkor qilganlarni menga qo'yib o'tgan. Ularni to'ydirmasdan asta-asta halokatga yuzlandiramiz. Ularga muhlat beraman. Shubhisizki, mening tadbirim puxtadir. Yoki ulardan diniga da'vat qilganingga haq so'rab, ularning iqtisodiy yukini ig'irlashtiryaptingmi? Yoki ularning yendi g'ayib, ya'ni g'ayibni ichiga olgan lavhul mahfuz bor bo'lib, ular aytganlarini shuningga yozamdi? Parvardigoringning hukmiga sabr qilgin. Oldirang'uliqda, zerkaklikda beliqning sohibiga, ya'ni Yunusga o'xshash bo'lmag'in. O'z vaqtida u beliqning qornida turib, g'amkin oldi Parvardigoriga iltijo qildi.
Agar u Parvardigorining ne'matiga erishmasa edi, albatta u qilmishiga malomat qilingan holda daraxtmi yo'q, tog'mi yo'q bir dalga tashlangan bo'ladi. Parvardigori uni payg'ambarlikka tanladi. Uni yaxshilardan qildi. Kofirlar Qur'onni anglagan chaqlarda sana bo'lgan dushmanligining qattiqligidan yomon ko'zlar bilan seni yiqitib etishga tasqaladi. Seni shubhasiz bir majnun deyishdi. Qur'on faqat tamom ahli jahon uchun vaz nasihatdir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 69. sura Al-Haqqa Makkada nazil bo'lgan 52 oyat. Nahayt shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bo'lishi aniq qiyomat. Qiyomat nimadir? Qiyomatning nima ekanligini qandoq bilalaysan? Samud va Ad qabilalari qiyomatni inkor qildi. Samud bo'lsa odatdan tashqari qattiq ovoz bilan halaq qilindi. Ad bo'lsa haddidan ziyoda qattiq va sovuq bo'ron bilan halaq qilindi. Allah ularga bo'ronni 7 kecha 8 kunduz uzildirmay operedi qildi. Ad qavmining o'z makonlarida halaq bo'lib, xurma darxining po'r ko'taklarida yotganligini ko'rsan. Ulardan biri odamning qolganligini ko'ra olamsan? Fir'avn va uningdan ilgirkilar ham shaharlar dumkumir etilganlar, ya'ni Lot qavmi xato ishlarni qildi. Ular Parvardigorning payg'ambariga osiylik qildi. Shuning bilan ularni Alloh qattiq jazoladi. Shubhisizki, Nuhning zamonida cho'ng suv yamrab ketgan chaqda sizlarni, ya'ni ajdodinglarni biz kemiga soldik. Sizlarga uni ibrat qilish uchun, esida tutib oladigan quloqlarning uni tutilishi uchun biz shunday qildik. Birinchi qitimliq so'rchilingan chaqda zimin va tog'lar o'rinlardan ko'tarilib, bir-biriga urilib, uvilib ketgan chaqda bu kunda cho'ng ish, ya'ni qiyomat yuz beradi. Osmon yeriladi. Bu kunda osmon qalaymiqallashib, ojizlashib ketadi. Farishtalar osmonning atrofida turadi. Bu kunda Parvardigoringning arshini 8 farishta boshlari ustida ko'tarib turadi. Bu kunda sizlar Allohga hisob berish uchun to'g'rilansizlar. Sizlar hech qanday bir sirni yo'shirib qololmaysizlar. Nomi amali o'ng qo'lga berilgan odam xushalliqidan bu mening nomi amalimni ilib o'qib beqinglar. Men hisobotimga muloqot bo'ladiganligimga muqarrar ishongan edim deydi. O ko'ngillik turmushda bo'ladi. Esil jannatda bo'ladi. Uning mevalari o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi qo'lini so'zibla ola oladigan darajada yaqin bo'ladi. Ularga o'tganki kunlarda, ya'ni dunyodagi chaqlarda yaxshi amallarni qilganliginglar uchun xushal-xuram yanglar ichinglar deyiladi. Nomi amali so'l qo'lga berilgan odam aytadi-ki, "Menga nomi amalim berilmagan bo'lsa-chi, hisobimning nima bo'ladiganligini bilmasam edim. Dunyoda o'limim, hayotimni oxiratda qayta tirilmas qilib oxirlashtirishchi, mening mol-mulkim menga hech narsaga asqatmadi. Mening huquqim qo'limdan ketdi." Alloh do'zaxga muakkal farishtalarga aytadi: "Uni tutinglar, uningga taqoq selinglar. Ondan uni do'zaxga tashlanglar. Ondan uni uzunligi 70 kez keladigan zanjir bilan bog'langlar." Uning bundoq azoblanishi shuning uchundirki, u haqiqatan ulug' Allohga iymon etmagan edi. Miskinga tamoq berishni targ'ib qilmaydi. Bugun uningga bu yerda uningdan azobni ko'tarib yetadigan do'st yo'qdir. Uningga yirangdan boshqa tamoq yo'qdir. Uni faqat ozg'an odamlarla, ya'ni kofirlarla yeydi. Men sizlarga ko'rib turadigan narsalar bilan qasam qilaman. Sizlar ko'rmaydigan narsalar bilan qasam qilaman. Ya'ni barliq maxluqot bilan qasam qilaman. Bu Qur'on albatta hurmatli payg'ambarning Alloh tarafidan yetkazgan so'zdir. O shoirning so'zi emasdir. Sizlar noita oz ishini sizlar. O koinning so'zimi emas. Sizlar oz vaz nasihat olasizlar. O olamlarning Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. Agar u bizning nomimizdan yolg'onni to'qiydigan bo'lsa, albatta uni qudratimiz bilan jazolaydik. Ondan uning asosi qizil tomirni kesib tashlaydik. Sizlardan hech bir odam uni qo'g'dab qololmaydi. Shak shubhisizki, bu Qur'on taqvodorlar uchun vaz nasihatdir. Biz shak shubhisiz bilimizki, sizlarning oranglarda Qur'on oyatlari shuncha ro'shan turg'liq, uni inkor qiluvchilar bor. Qur'on kofirlarga, ular Qur'onni tasdiq qiluvchilarning savobini va inkor qiluvchilarning azobini ko'rgan chaqda albatta hasrat yeb keladi. Qur'on muqarrarki shaksiz haqiqatdir. Ulug' Parvardigoringni mushriklarning iftirolaridan pok e'tiqod qilgin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
70. sura Ma'rij. Mekkede nazil bo'lgan 44 oyat. Nayt shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bir tiliguvchi, ya'ni Nazr ibn Haris kofirlarga cho'qim bo'ladigan azobning tushishini tilidi. O azobni hech odam qaytara olmaydi. O azob o'rlash yo'llarining egisi Alloh tarafidan bo'lgan farishtalar va ruh, ya'ni Jibril Allohga shundoq bir kunda o'rlaydiki, kunning uzunligi 50 ming yil keladi. Ey Muhammad, qavmingning yetkizgan arziyatlarga chiroyliqcha sabr qilgin. Ular o azobni yiroq deb qaraydi. Biz uni yaqin deb qaraymiz. O kunda osmon eritilgan mistak bo'lib qoladi. Tog'lar etilgan ranglik yo'ngdek bo'lib qoladi. Har odam o'z holi bilan bo'lib qolganligi uchun do'stidan ko'rib turib ol so'rayolmaydi. Gunohkor odam o'z o'rniga o'g'illarini, ayolini, qarindishini va o'zi mansub bo'lgan urug' tuqqanlarini va yer yuzidagi jimi odamni berib bo'lsa-mu, bu kundagi azobdan qutulishni orzu qiladi. Yo'q, u muqarrar do'zaxdadir. Ya'ni bu gunohkor kofir mundaq orzudan yansin. Pido qilingan har qanday narsa uni azobdan qutqizolmaydi. Uning oldida do'zax yenib turadi. O hararatining qattiqligidan boshning terisini shiladi. O haqdan yuz o'rib buralgan va pul-mol yig'ib saqlagan, uningdan Allohning va miskinlarning haqqini ado qilmaganlarni chaqiradi. İnsan haqiqatan chidamsiz yaratildi. Uningga yo'qsizlik yoki kasallik yo qo'rqinchdek bir ko'ngilsizlik yetgan chaqda zarlang'uvchidir. Bir yaxshilik yetgan chaqda bexillik qilg'uvchidir. Faqat tuvandikilar buningdan mustasno. Ular namozga hamisha rioya qilg'uvchilardir. Ular mollardan tilaydigan faqirga va tilamaydigan faqirga muayyan haq, ya'ni zakot beradi. Ular qiyomat kunini tasdiq qilganlardir. Ular Parvardigorning azobidan qo'rquvchilardir. Shubhisizki, ularning Parvardigorning azobi Alloh amin qilgandan boshqa hech bir odam uchun amin bo'g'ilib bo'lmaydigan narsadir. Ular avratlarni haromdan saqlovchilardir. Faqat xotinlari va cho'rlari buningdan mustasno. O'zlarining xotinlari va cho'rlari bilan yaqinchilik qilganlar malomat qilinmaydi. Jinsi talabini qondirishni uning sirtidan tiliguvchilar haddidan oshquvchilardir. Ular o'zlariga topshirilgan omonatlarga va bergan ahdiga rioya qilguvchilardir. Ular to'g'ri guvohlik berguvchilardir. Ular namozni ado qilguvchilardir. Ana shular jannatlarda hurmat qilinuvchilardir. Ey Muhammad, kofirlarga nima bo'ldi ekan? Ular sen tarafga tez kelishib, o'ng so'l tarafingda top-top bo'lib o'ltirishadi. Ulardan har bir odam nozu-ne'matlik jannatga kirgizilishini tama qilamdi? Yo'q, ya'ni ular jannatga mangu kirmaydi. Shubhisizki, biz ularni ular biladigan narsalardan yaratdik. Mashriqlarning va mag'riblarning Parvardigori bilan qasamki, ularni ulardan yaxshiroq amallar bilan almashtirishga, ya'ni ularni halok qilib o'rniga ulardan ortiq va Allohga itoatchan bir qavmni keltirishga biz albatta qodirmiz. Biz buningdan ojiz emasmiz. Ey Muhammad, ularni qo'yvatgin, toki ular va'da qilingan kunga muloqot bo'lganga qadar botilga cho'msin, dunyosida o'ynasin. O kunda ular qabrlardan chiqib, xuddi tiklab qo'ygan butlarga qarab yugurgandek mashargohga yuguradi. Ular Allohdan o'yilib yuqori qarayolmaydi. Ularni xo'rliq o'rib oladi. Ana shu ularga va'da qilingan kundir. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahim. 71. sura Nuh. Makkada nazil bo'lgan 28 oyat. Nəhayət şəfqətlik, mehribon Allah'ın ismi bilan boshlayman. Biz haqiqatan Nuhni qavminga qattiq azob, ya'ni dunyodagi chaqlarda to'pon balasi, oxiratda do'zax azobi kelishdan burun ularni ogohlantirgun deb avatdik. Nuh aytdi: "Ey qavmim, men haqiqatan sizlarga avatilgan oshkora ogohlantiruvchiman. Allohga ibodat qilinglar, uningdan qo'rqinglar va Allohga itoat qilinglar. O ba'zi gunohinglarni mag'firat qiladi, sizlarni muayyan muddatgacha kechiktiradi. Ya'ni umringlarni uzun qiladi. Shubhisizki, agar bilsanglar, Allohning insonga bekitgan ajali kelgan chaqda ajal kechiktirilmaydi." Nuh aytdi: "Parvardigorim, men haqiqatan qavmimni kecha kunduz iymonga da'vat qildim. Mening da'vatim ularni texmi qochiribdi. Men ularni sening mag'firatingga erishsin deb har qachon da'vat qilsam, da'vatimni anglamaslik uchun barmoqlarini quloqlariga tiqib oldi. Kiyimlar bilan boshlarini chumkib oldi. Kufrda ching turdi.
cho'ngchilik qilib iymondan texmi bosh tortdi. Ondan men ularni to'g'lab da'vat qildim. Ondan ularni oshkora da'vat qildim va yoshirin da'vat qildim. Ularga aytdim, Parvardigoringlardan mag'firat tilanglar, u haqiqatan mag'firat qilguvchidir. O sizlarga mol yomg'ir yog'dirib beradi. Sizlarning mollaringlarni va o'g'illaringlarni ko'paytib beradi. Sizlarga bog'larni, o'stanglarni ato qiladi. Nima uchun sizlar Allohning buyukligidan qo'rqmaysizlar? Halbuki Allah sizlarni bir qancha bosqichlarga bo'lib yaratdi. Sizlar ko'rmadinglarmikin? Allah qanday qilib 7 osmonni birining ustiga birini qilib yaratdi? Oyni ularda, ya'ni dunyoning osmonida nur qildi. Quyoshni nur chashquvchi chiroq qildi. Allah sizlarni zamindan yaratdi. Chunki otanglar odamni tuproqdan yaratgan edi. Ondan Allah sizlarni o'lgandan keyin zaminga qaytaradi. Ondan sizlarni qiyomat kuni zamindan chiqaradi. Zaminda keng yo'llarda mengishinglar uchun Allah sizlarga zaminni yeyib berdi. Nuh aytdi: Parvardigorim, ular haqiqatan menga osiylik qildi. Meliga, bolasiga va o'zlariga ziyondan boshqani ziyoda qilmagan kishilarga, yana boylarga, katta boshlarga agashdi. Ular yana katta boshlar menga chin bitmadi. Menga va menga agashganlarga arziyat yetkazib, cho'ng hiyla tuzdi. Ular ma'budlaringlarni hargiz tark etmanglar. Vadni, Suvani, Yag'usni, Ya'uqni va Nasrni hargiz tark etmanglar dedi. Ular haqiqatan nurg'un kishilarni ozdirdi. Zolimlarni texmi gumroh qilgan. Ular gunohlari tufaylidan to'pon bilan g'arq qilindi. Do'zaxga kirgizildi. Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa hech qanday yordamchi topolmadi. Nuh aytdi: Parvardigorim, yer yuzida kofirlarning birini qo'ymagin. Agar ularni qo'ysang, shubhisizki bandalaringni ozdiradi. Ularning topgan bolalarimi faqat fajir kofir bo'ladi. Parvardigorim, menga, ota-onamga, mening uyimga mu'min bo'lib kelgan kishiga va mu'min erlarga, mu'min ayollarga mag'firat qilgin. Zolimlarga faqat halokatni ziyoda qilgin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 72. sura Jin. Makkada nazil bo'lgan 28 oyat. Nihoyat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey Muhammad, qavmingga aytqinki, bir qancha nafar jinning mendan Qur'on tinglab iymon etganligi menga vahiy qilindi. Ular qavmiga qaytib borgandan keyin aytdi: Biz to'g'ri yo'lga boshlaydigan ajoyib Qur'onni haqiqatan angladik. Uningga iymon etdik. Parvardigorimizga hech kimni sherik keltirmaymiz. Parvardigorimizning azimati kattadir, xotini va bolasi yo'qdir. Bizning oramizdagi ahmoq, ya'ni iblis, Allohga va uning kattaligiga noloyiq so'zlarni qildi. Biz insonlar va jinlar Allohga yolg'onni chaplamaydi deb o'ylagan edik. İnsanlardan ba'zi kishilar jinlardan bo'lgan ba'zi kishilarga sig'inadi. Shuning bilan jinlar texmi takabburlashib ketdi. Ular yana insonning kuffarlari sizlarga o'xshash Alloh hech odamni o'lgandan keyin tirildirmaydi deb gumon qildi. Jinlar aytdi: Biz osmon ahlining so'zlarini tinglash uchun osmonga chiqishni tiladik. Osmonning kuchlik muhofizatchilar, ya'ni farishtalar bilan va ko'ydirguvchi yulduzlar bilan to'lib ketganligini bayqadik. Biz hamisha o'g'irliqchi tinglash uchun osmonning o'ltirishga bo'ladigan joylarda o'ltiratdik. Kimki hamda o'g'irliqcha anglashga urinadigan, uni kuzatib turgan ko'ydirguvchi yulduzlarni bayqaydi. Biz jinlar jamoasi zamindagilarga yomonlik iroda qilindimi yoki Parvardigori ularga yaxshilik iroda qildimi bilmaymiz. Bizning ichimizda yaxshilarmi va uningdan tuvan turdiganlarmi bor? Biz turli yo'llarga bo'lindik. Biz jazman ishondikki, Allohning o'z irodasini ishga oshirishdan hargiz ojiz qilolmaymiz. Uning azobidan qochib qutulolmaymiz. Biz hidoyatni, ya'ni Qur'onni anglagan chig'imizda uningga iymon keltirdik. Kimki Parvardigoriga iymon etadigan, yaxshiliklarining kemiyib ketishidan va yomonliklarining ortib zulm qilinishidan qo'rqmaydi. Bizdan musulmonlar va haq yo'ldan chiquvchilarmi bor? Musulmon bo'lganlar to'g'ri yo'lni izlagan bo'ladi. To'g'ri yo'ldan chiquvchilar jahannamga o'tin bo'ladi. Agar ular yana kuffarlar to'g'ri yo'lda bo'lsa edi, ularni sinash uchun mol yomg'ir yog'dirib berardik. Kimki Parvardigorining zikridan, ya'ni Allohning toat ibodatidan yuz o'raydigan, Alloh uni qattiq azobga duchor qiladi. Masjidlar Allohga xosdir. Allohga qo'shib hech kimga ibodat qilmanglar. Allohning bandasi, ya'ni Muhammad alayhissalom Allohga ibodat qilishga turganda, Qur'on tinglash uchun jinlar o'lish uni besilishga tas qoldi.
Ey Muhammad, diningdan yenib ketishingni talab qilgan bu kuffarlarga aytqinki, Parvardigorimga ibodat qilaman, uningga hech ahadini sherik keltirmayman. Aytqinki, men sizlarga foyda ziyon yetkazishga qodir bo'lolmayman. Buningga faqat Alloh qodir bo'la oladi. Aytqinki, agar men Allohga osiy bo'lsam, meni Allohning azobidan hech kishi qutqiza olmaydi. Allohdan boshqa hech panohgohni topolmayman. Shundaq turug'liq, men sizlarning talabinglarni qanday qabul qila olayman? Men faqat sizlarga Allohning elchiligini yetkazishga qodirman. Kimki Allohga va uning payg'ambariga osiylik qiladi ekan, ya'ni kimki Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qiladi ekan, Allohga muloqot bo'lishga ishonmaydi ekan, Allohning oyatlariga quloq solishdan yuz o'raydi ekan, u do'zax azobiga duchor bo'ladi. Do'zaxda mangu qoladi. Ular yana mushriklar ogohlantirilgan azobni ko'rgan chaqda kimning yordamchisi ojiz, ya'ni soni oz ekanligini biladi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlarga ogohlantirilgan azob yaqinmi? Yoki Parvardigorim uningga uzoq vaqt tayin qilamdi uqmayman. Alloh g'aybni bilguvchidir, o'zining g'aybidan hech bir odamni xabardor qilmaydi. Faqat Alloh o'zi mamnun bo'lgan payg'ambariga ba'zi g'aybni bildirdi, uning oldiga va orqasiga ko'zatuvchi farishta sep qo'ydi. Bu Allohning uning yana payg'ambarning Allohning elchiligini yetkazganligini bilib turish uchundir. Alloh ularning so'z harakatlarini to'liq bilguvchidir, har shayning sonini to'liq egallaguvchidir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 73. sura Muzammil Makkada nazil bo'lgan 20 oyat. Nihoyat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey kiyimiga yo'ginib olg'uchi payg'ambar, kechining ozg'inisidan boshqasida, yerimida yoki yerimidanmi ozroqida yoki yerimidan ko'pragida namoz o'qig'in. Qur'onni tartil bilan, ya'ni dona-dona ochiq o'qig'in. Sana haqiqatan vaznlik Qur'onni nozil qilamiz. Shubhisizki, kechining qiyomi, ya'ni kechida kishining ibodat qilishi uchun uyqudan uyg'onib turishi eng muvofiqdir. Tinish bo'lganligi uchun kechining qiroati eng to'g'ri bo'ladi. Haqiqatan kunduzi ish bilan aldirash bo'lsan. Shunga ibodatga kechisi berilgan. Parvardigoringning nomini yod etgin. Ibodatingda uningga to'liq yuzlangin. O mashriqning va mag'ribning parvardigoridir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Uni homiy qilib olgin, ya'ni hamma ishingni uningga topshirgin. Ularning so'zlariga sabr qilgin, ularni chiroyliqcha tarik etgin. Ey Muhammad, mening oyatlarimni inkor qiluvchi davlatmanlarni menga qo'yib etgin. Ya'ni ularning jazosini o'zim beraman. Ularga ozgina muhlat bergin. Shubhisizki, bizning dargohimizda ularga eg'ir ishkallar va ko'ydirguvchi do'zax bor. Zaqum zarradan iborat goldan o'tmaydigan tamoq va qattiq azob bor. O kunda zimin va tog'lar qattiq davraydi. Tog'lar bir dövi ko'shma qumga aylanadi. Shubhisizki, biz Fir'avnga bir payg'ambarni avatgan edik. Sizlarga amalinglarga guvohlik berguvchi bir payg'ambarni avatdik. Fir'avn payg'ambarga, ya'ni Musa alayhissalomga osiylik qildi. Ya'ni Fir'avn Musa alayhissalomga iymon etmay, uni yolg'onga chiqardi. Ey Quraysh jamoasi, sizlar Muhammad alayhissalomga osiylik qilgandek, Fir'avn Musa alayhissalomga osiylik qilgan edi. Shuning bilan uni qattiq jazoladik. Agar iymon etmasanglar, dahshatidan balalarning chochlari oqartiladigan kundan qandoq saqlanasizlar? O kunning dahshatidan osmon yeriladi. Allohning va'dasi cho'qim amalga oshadi. Chunki Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. Bu oyatlar haqiqatan vaz-nasihatdir. Bu vaz-nasihatdan foydalanishni xohlagan odam Parvardigoriga yetkazadigan yo'lni tutsin. Ey Muhammad, shubhisizki, Parvardigoring sening va sen bilan bo'lganlarning, ya'ni sahobalardan bir to'p odamning tahajjud namozi uchun kechining 3dan 2 hissasida, yerimida va 3dan 1 hissasida turdiganliginglarni biladi. Kechi bilan kunduzning uzunligini Alloh oldin ola belgilaydi. Sizlarning uni hisoblab bo'lmaydiganliginglarni Alloh biladi. Alloh sizlarga rahim qildi. Qur'ondan sizlarga qulay bo'lganini o'qinglar. Alloh biladiki, ba'zinglar kasal bo'lib qolsizlar. Ba'zinglar Allohning fazilini tilab, ya'ni tijorat qilib, yer yuzida safar qiladi. Ya'ni ba'zilar Allohning yo'lida jihad qiladi. Shuning uchun uningdan, ya'ni tahajjud namozidan qulay bo'lganini o'qinglar. Farz namozni ado qilinglar, zakotni beringlar, Allohga qarz hasana beringlar. O'zinglar uchun dunyoda qaysi bir yaxshi ishni qilsanglar, Allohning dargohida texmo yaxshi, texmo katta savobga erishsizlar. Dunyo bo'z fanidir.
oxirat bo'lsa boqiydir. Yaxshi bandalar uchun Allohning dargohidagi savob hammadan ortiqdir. Allohdan mag'firat tilanglar. Allah haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohim. 74-sura Mudassir. Makkada nozil bo'lgan 56 oyat. Nihoyat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey vahiy nozil bo'lgan chaqda kiyimiga chumkini vag'uvchi payg'ambar, tur, insonlarni Allohning azobidan ogohlantir. Parvardigoringni ulug'la, kiyimingni pok tut. Azobdan, ya'ni azobga qoldiradigan ishlardan yiroq bo'l. Ko'p elish niyatida bama, ya'ni bir kishiga biroz sovg'a bersang, uningdan bergan narsangdan ko'proq narsa elishni tama qilma. Parvardigoringning roziligi uchun qavmingdan yetgan arziyatga sabr qil. So'rchilingan vaqt u kun qiyin kundir. Kofirlarga oson emasdir. Ey Muhammad, men tanho yaratgan kishini, ya'ni Valid ibn Mughirani menga qo'yvat. Uningga nurg'un mol berdim. Uningga ko'z oldida turadigan o'g'illarni berdim. Uning obro'yini o'stirdim. Ondan u yana ko'p berishimni tama qiladi. Yo'q, ya'ni uning xolig'ini bo'lmaydi. Chunki u bizning oyatlarimizga qarshi chiqdi. Uningga qattiq azobimni tetitaman. O payg'ambar va Qur'on haqida o'ylandi, Qur'on to'g'riliq nima deyishni va qandoq bo'xton qilishni planladi. La'nat bo'lsinki, u qandoq planladi, yana la'nat bo'lsinki, u qandoq planladi. Ondan u qaridi, ondan qo'shumisini turdi va chiroyini purishtirdi. Ondan iymondan yuz o'ridi, payg'ambarga egishishdan takabburlik bilan boshladi. Bu kalomulloh emas, faqat o'gitilgan sehrdir. Bu faqat inson so'zdir dedi. Uni men saqarga yana do'zaxga solaman. Saqarning nimaligini qandoq bilalaysan? U hech narsani qoldirmaydi. Qo'ymaydi, balki ko'ydirib tashlaydi. O cho'nliqidan insonlarning ko'zlariga yiroq musofalardan ko'rinib turadi. Uningga 19 farishta muakkaldir. Biz do'zax muakkallarini faqat farishtalardan qildik. Biz ularning soni bilan faqat kofirlarni sinadik. Toki ahli kitob o'zlarining samoviy kitoblaridagi bu sonni ko'rib, Qur'onning haq ekanligiga iymon etmay, mu'minlarning payg'ambar alayhissalomning bergan xabariga ishonganliklaridan va ahli kitobning Qur'on xabarlarining Tavrat, Injildagi xabarlarga uyg'un ekanligini e'tirof qilganlikdan iymoni kuchaygay. Ahli kitob va mu'minlar buningdan shaklanmaydi. Dillarida kasal bola, ya'ni munofiqlar, kofirlar bu misoldan Alloh nimani iroda qiladi deydi. Alloh mushunda xolgan odamni gumroh qiladi, xolgan odamni hidoyat qiladi. Parvardigoringning qo'shini, ya'ni farishtalarning sonining ko'pligini, ularning kuch-quvvatini va ularning yaratilishdagi cho'ngligini faqat u o'zi biladi. O ya'ni Alloh bayon qilgan do'zax faqat insonlar uchun vaz nasihatdir. Yo'q, ya'ni u masxir qiluvchilar qabih qilmishdan yonsin. Oy bilan qasamki, o'tib ketgan kecha bilan qasamki, yo'rg'an subihi bilan qasamki, shubhisizki do'zax balolardan biridir. Uni qandoqmi masxir qilsizlar va uningga chin bitmaysizlar, u insonlarni ogohlantiruvchidir. Sizlardan jannatga ilgirlashni xohlagan yoki do'zaxdan chekinishni xohlagan odamni ogohlantiruvchidir. Har inson qilmishlari tufaylidan do'zaxga mahbusdir. Faqat ashabi yamin, ya'ni saodatmand mu'minlar buningdan mustasno. Ular jannatlarda bo'lib, gunohkorlardan sizlarni do'zaxga kirgizgan nima deb so'raydi. Ular javoban aytadi: biz namoz o'qimadik, miskinlarga taom bermadik, biz behuda so'z qiluvchilar bilan birga behuda so'z qilatdik. Qiyomat kunini inkor qilatdik, toki biz o'lgich shunda qildik. Shafaat qiluvchilarning shafaati ularga foyda bermaydi. Ular nimishqa vaz, ya'ni Qur'ondan yuz o'raydi. Go'yo ular yo'lvosdan qochgan yova eshaklardir. Ya'ni bu mushriklar Muhammad alayhissalomni ko'rganda, uningdan xuddi yo'lvosni ko'rib qochgan yovvoyi eshaklarda qochadi. Balki ulardan har kishi o'ziga ochiq sahifalar berilishni xohlaydi. Ya'ni ular Allohning Muhammad alayhissalomga nozil qilingan kitobidek kitob nozil qilinishni tama qiladi. Yo'q. Ya'ni ular mundaq tamadan yonsin, balki ular oxiratdan qo'rqmaydi. Yo'q, muqarrarki u yana Qur'on vaz nasihatdir. Ular o'zlarining baxtiyor bo'lishini ko'zlaydigan bo'lsa, Qur'on ularning vaz nasihat elishiga yetarlikdir. Xohlagan odam uningdan vaz nasihat oladi.
Shundaqdimi ular Allah xolgandila vaz nasihat ala olaydi. Allah bandalari qo'rqishga tegishli zotdir. Bandalarni mag'firat qilishga loyiq zotdir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 75. sura Qiyomat. Makkada nazil bo'lgan 40 oyat. Nihoyat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Qiyomat kuni bilan qasamki, o'zini malomat qiluvchi nafsi bilan qasamki, sizlar cho'qim tirildirsizlar. Sizlardan cho'qim hisob elinadi. İnsan bizni o'zining chirib tarqab ketgan so'ngaklarini jami qilolmaydi deb gumon qilamdi. Undaq emas. Uning eng inchika, eng nozik bo'lgan barmoqlarini asliga keltira olamiz. Balki inson kelgusi hayotida gunohda azvaylamoqchi bo'ladi. U masxir qilish yuzidan qiyomat kuni qachon bo'ladi deb so'raydi. Ko'zlar tovlashgan, oyning nuri o'chgan, kun bilan oy birlashtirilgan chaqda inson bu kunda qochadigan joy qayerda deydi. Yo'q, Allohning azobidan qochadigan panohgoh yo'qdir. Bu kunda qarorgoh Parvardigoringning tarafidadir. Bu kunda insonga cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, ilgari oxir qilgan amallari uqtiriladi. Yoki inson o'ziga yana qilgan yomon ishlarga o'zi guvohdir. U o'zini oqlash uchun qancha o'zri aytgan taqdirdimi, o'z rizqi qabul qilinmaydi. Sana Jibril orqali vahiy nozil bo'layotganda, uni esingga elib olish uchun aldirab tilingni midirlatma. Uni to'plash va o'qib berish bizning mas'uliyatimizdir. Sana uni o'qib berganimizda, ya'ni Jibril sana o'qib berganda, uning o'qishiga ergashgin. Ondan uni tushuntirib berish bizning mas'uliyatimizdir. Hargiz undaq emas. Ya'ni o'lgandan keyin tirilish, hisob berish sizlar gumon qilgandek yo'q ish emas. Balki sizlar bu dunyoni do'st tutsizlar. Oxiratga ko'ngil bo'lmaysizlar. Bu kunda saodatmanlarning yuzlari nurliq bo'ladi. Ular Parvardigorga qarab turadi. Bu kunda nurg'un yuzlar tutuq bo'ladi. O'zlarining cho'ng mushkulchilikka duchor bo'ladiganligiga ular jazman ishonadi. Rostilla jon halqumga yetganda bu kasalga kim iloj qila oladi deyiladi. Sakratda yotgan odam buning dunyodan ayrilish ekanligini jazman biladi. Sakratning qattiqligidan pachaq-pachaq kirishib ketadi. Bu kunda haydab beriladigan joy Parvardigoringning dargohidir. Kafir Qur'onga ishonmadi, namoz o'qimadi. Lekin u Qur'onni inkor qildi va iymondan yuz o'radi. Ondan kerilgan holda uyiga qaytdi. Voy sening holingga, voy sening holingga, yana voy sening holingga, voy sening holingga. İnsan o'zini bekor qo'yib beriladi, ya'ni shariat ishlariga taklif qilinmay, mayliga qo'yib etilgan hayvonga o'xshaydi deb o'ylamdi. U bachchadonlarga to'kildigan ojiz ma'ni emasmidi? Ondan u laqtiqon bo'ldi. Ondan Alloh uni chiroyli shaklda yaratdi. U ma'nidan ayol ikki tipni yaratdi. U ya'ni yuqorqidek ishlarni qila olgan Alloh o'liklarni tirildirishga qodir emasmi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 76. sura İnsan. Madinada nazil bo'lgan 31 oyat. Nihoyat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. İnson onaning qo'rsqida bir muddatni o'tkazdi. U arzimaganlikdan tilga ilinadigan narsa emas edi. Shubhisizki, biz insonni aralashma ma'ni, ya'ni bilan ayollarning ma'nisidan yaratdik. Uni biz sinaymiz. Shuning uchun uni nozil qilgan oyatlarimizni anglasin, koinotni yaratuvchining birligiga dalolat qiladigan dalillarni ko'rsin deb anglaydigan, ko'radigan qilib yaratdik. Shubhisizki, uningga biz payg'ambar avatish bilan yaxshi yomon yo'lni ko'rsatdik. U mu'min bo'lib yaxshi yo'lda mengib, Allohning ne'matiga shukr qiluvchidir. Yoki fojir bo'lib yomon yo'lda mengib kufrlik qiluvchidir. Shubhisizki, biz kofirlarga putlarga selinadigan zanjirlarni, bo'yinlariga selinadigan taqoqlarni va yinib turgan do'zaxni tayyorladik. Haqiqatan yaxshilar kofir aralashtirilgan may bilan to'ldirilgan jamlardan ichdi. O kofirlar jannatdagi bir buloqdan etilib chiqqan bo'lib, uningdan Allohning yaxshi bandalari ichdi. O buloqni ular xohlagan joylarga eqitib bora oladi. Ular o'z ustiga qasam ichib olgan ishni o'rlaydi va dahshat keng doiralik bo'lgan kundan, ya'ni qiyomat kundan qo'rqadi. O'zi muhtoj turug'liq, miskinga, yetimga va asirga taom berdi.
Ular aytadi, sizlarga biz Allohning roziligi uchun taom beramiz, sizlardan buning badaliga hech qanday mukofot va tashakkur talab qilmaymiz. Shubhisizki, biz Parvardigorimiz tarafidan maydonga keltirilgan ig'ir, qattiq kundan qo'rqamiz. Allah ularni shu kunning sharridan saqlaydi. Ularning yuzlariga nur, dillariga xushallik ato qiladi. Ularning sabr toqatlari uchun Allah ularni jannat bilan va u yerdagi yipak liboslar bilan mukofotlaydi. Ular jannat taxtlarga yo'linib o'ltiradi. Ular jannat qattiq issiqnimi, qattiq sovuqnimi ko'maydi. Jannatdagi daraxtlarning soyalari ularga yaqindir. Jannatning mevalarini uzish ularga oson qilinadi. Ularga tamoq qachilangan ko'mish taqsilar, may to'ldirilgan ko'mishdan yasalgan shishidek suzuk jamlar aylantirib sunilib turadi. Soqiylar ularning ehtiyojiga qarab loyiq o'lchaydi. Ularga yana jannatda zanjivil aralashtirilgan jamlar, ya'ni jamdagi maylar suniladi. Jannatda salsabil deb ataladigan bir buloqmi bor. Qiyirmay hamisha yosh turadigan g'ilmonlar navbat bilan ularning xizmatini qilib turadi. Ularni ko'rgan chig'ingda ularning go'zalligi, suzukligi va nurliqligiga qarab ularni terilib ketgan marvoyitmikin deb qolasan. Qachonki sen qaraydigan bo'lsang, bu yerda tasvirlab tugatkili bo'lmaydigan ne'matlarni va katta podshohlikni ko'rasan. Ularning uchisida yupqa yipak va qilin yipakdan tayyorlangan yeshil kiyimlar bo'ladi. Ular kumush uzuklarni taqaydi. Parvardigor ularga pok sharob sunadi. Shubhisizki, bu sizlarga berilgan mukofotdir. Sizlarning mehnatinglar qabul bo'ldi. Ey Muhammad, haqiqatan biz sana Qur'onni bo'lib nozil qildik. Sen Parvardigoringning hukmiga sabr qilgin. Sen ularning ichidan hech bir gunohkorga yoki kufrlik qilguvchiga bo'ysunmagin. Atdigan oqshomda Parvardigoringning nomini yod qilgin. Ya'ni namoz o'qigin, Parvardigoringga ko'p toat ibodat qilgin. Kechining oz qismida uningga sajda qil, ko'p qismida uningga tasbih et. Shubhisizki, bular dunyoni oxiratdan ortiq biladi. Kelgusidagi qiyin bir kunga, ya'ni qiyomatga sal qaraydi. Biz ularni yaratdik. Ularning badanini mazmut qildik. Agar biz xohlasak, ularni halok qilib, o'rniga ularga o'xshash boshqa odamni dastatdik. Shubhisizki, bu oyatlar vaz-nasihatdir. Bu vaz-nasihatdan foydalanishni xohlagan odam Parvardigoriga yetkazadigan yo'lni tutsin. Faqat Alloh xohlagandila, ondan sizlar xohlaysizlar. Ya'ni hamma ish Allohning xohishiga bog'liqdir. Alloh haqiqatan hammani bilguvchidir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Alloh xohlagan odamni rahmatining doirasiga kirgizadi. Alloh zolimlarga qattiq azobni tayyorladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. 77-sura Mursalat. Makkada nozil bo'lgan 50 oyat. Nihoyat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Orqa chiqquvchi larzan shamollar bilan qasamki, qattiq chiqquvchi bo'ronlar bilan qasamki, bulutlarni Alloh xohlagan taraflarga tarqatquchi shamol bilan qasamki, haq bilan botilning, harom bilan halolning orasini ayiruvchi farishtalar bilan qasamki, bandalarga uzr qoldirmaslik yoki Allohning azobidan ogohlantirish uchun vahiyni payg'ambarlarga epishguchi farishtalar bilan qasamki, sizlar ogohlantirilgan ish, ya'ni qiyomat, hisob va jazo cho'qim maydonga kelguchidir. Yulduzlarning nuri o'chirilgan chaqda, osmon yerilgan chaqda, tog'lar titilib uchib yurgan chaqda, payg'ambarlarga ular bilan ummatlar orasida hukm chiqarilishga vaqt belgilangan chaqda va'da qilingan qiyomat maydonga keladi. Payg'ambarlarning qavmlariga oid ishlar qaysi buyuk kunga kechiktirildi, xaloyiqning orasida hukm chiqarilgan kun uchun ta'xir qilindi. Hukm chiqarilgan kunning nimaligini, ya'ni uning dahshatini qanday bilalaysan, bu kunda o kunni inkor qiluvchilarga voy. Payg'ambarlarni inkor qilganliklari uchun ilgirkilarni halok qilmadikmi? Ondan ularga agashtirib keyingilarni halok qildik. Gunohkorlarni mushundaq qilamiz, ya'ni jazolaymiz. Bu kunda o kunni inkor qiluvchilarga voy. Sizlarni biz ojiz ma'nidan yaratmadikmi? Uni biz ma'lum vaqtgacha, ya'ni tug'ilg'icha puxta oromgoh, ya'ni bajjidanda qildik. Biz uni obiy ma'nidan yaratishga qodir bo'ldik. Biz uni eng chiroyli shaklda yaratishga nima degan yaxshi qodir bo'lg'uchimiz? Bu kunda o kunni inkor qiluvchilarga voy. Zaminni biz o'z ichiga oladigan qilmadikmi? Ya'ni tiriklarni va o'liklarni o'z ichiga oladigan qilmadikmi?
Biz zaminga egiz tog'larni o'rnatdik. Sizlarni tatliq suv bilan sug'ardik. Bu kunda u kunni inkor qiluvchilarga voy. Ularga do'zax muakkillari, sizlar dunyodagi cheg'inglarda inkor qilingan do'zax azobiga beringlar, 3 shoxliq soyaga beringlar deydi. O soya jahannamning tutuni bo'lib, kishini sagidatmaydi, jahannamning yolqinini to'simaydi. O yolqin qasrdek cho'ng ushqullarni chiqardi. O ushqullar qora seriq to'gilarga o'xshaydi. Bu kunda u kunni inkor qiluvchilarga voy. Bu kunda ular so'z qilolmaydi. Ularning o'zlari aytishiga izni berilmaydi. Bu kunda u kunni inkor qiluvchilarga voy. Bu xaloyiqning orasida hukm chiqarilgan kundir. O kunda sizlarni va avvalqilarni, ya'ni o'tganki ummatlarni oranglarda hukm chiqarish uchun yig'imiz. Agar azobdan qutulishga biror choranglar bo'lsa, chora qilib beqinglar. Bu kunda o kunni inkor qiluvchilarga voy. Shubhisizki, taqvodorlar soylardan, buloqlardan va ko'ngli tortgan mevalardan bahramon bo'ladi. Ularga dunyoda qilgan yaxshi amallaringlar uchun xushal quram yanglar va ichinglar deyiladi. Shubhisizki, biz yaxshi ish qiluvchilarni shundoq mukofotlaymiz. Bu kunda o kunni inkor qiluvchilarga voy. Kuffarlarga dunyoning lazzatlaridan vaqtlik yanglar va bahramon bo'linglar. Shubhisizki, sizlar gunohkor sizlar deyiladi. Bu kunda o kunni inkor qiluvchilarga voy. Ularga ruku qilinglar deyilsa, ular ruku qilmaydi. Bu kunda o kunni inkor qiluvchilarga voy. Ular shonliq dalillarni o'z ichiga olgan, fasohat balog'ati eng yuqori bo'lgan bu Qur'onga